Uning oppoq badani oydinda tovlanayotgan ipakdek terisi ko'z oldimdan ketmasdi. Men uxlardim, lekin tishlarimda faqat u bor edi. Uyg'oq edi. Lekin men uning xayollarida ekanligimni bilmasdim. Osha tun, osha yomg'irlik, momaqaldiroqli tun bizning hayotimizdagi hamma narsani o'zgartirib yubordi. Bu shunchaki ehtiros emasdi. Bu yillar davomida yigilib qolgan portlashga tayyor vulqon edi. Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugun sizlar bilan borishmoqchi bo'lgan hikoyam ehtimol ko'pchilik uchun taqiqlangan mavzudir. Lekin bu haqiqat hayotning o'zi. Agar siz ham inson qalbining eng chuqur, eng yashirin burchaklaridagi sirlarga qiziqsangiz, videoni oxirigacha. Kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosing. Tayyor bo'lsangiz boshladik. Mening ismim Nodir, yoshim 26. Bu voqea sodir bo'lganida 24 yoshda edim. Qishloqda oddiy hayot kechirardim. Bizning uyimiz amakimning uyi bilan devorarma qo'shni edi. Amakim maktabda o'qituvchi, ko'pincha ishda bor. Ularning bitta o'g'li bor. Mendan katta shaharda o'q edi. Faqat ham olish kunlari kelardi. Inobat kenayim, u 40 yoshlarda edi. Lekin unga qaragan odam buni aslo ayta olmasdi. U kasalxonada navbatchi hamshirab olib ishlardi. Uning ochigini aytganda, qishloqdagi har qanday yosh qizni hasad qildiradigan darajada go'zal edi. Men uni har doim hurmat qilardim, kenay deb murojaat qilardim. Lekin ichimdan unga munosabatim boshqacha edi. Uning har bir harakati, kulgusi, hatto oddiygina yurishi ham meni o'zimga tortardi. Bu shunchaki jinsiy istak emas edi. Balki qandaydir tushuniksiz, o'smirlikdan qolgan bir hayrat va ehtiros edi. Bir kuni ertalab odatdagidek ularnikiga bir yumush bilan kirdim. Eshik ochiq edi. Har doim chaqirib kirardim. Lekin bu safar negadir indamay kirib bordim. Dahlizdan o'tib yotoqxona eshigini ochdim va qotib qoldim. Kenayim ishga kiyinayotgan ekan. Uning egnida faqat oppoq, nafis ichki kiyim bor edi. Uning silliq yelkalari, ingichka beli va tolishgan dumbalari ertalabki quyosh nurida shunday jozibali qinar ediki, men ko'zlarimni uzolmadim. U meni chochib tushdi. "Voy, Nodir, eshikni yop" deb qichqirdi u qo'llari bilan ko'kragini toyib. Men go'yo sehrlangandek edim. Zo'rgazi kenay deb o'ldiradim va eshikni yopib shoshib chiqib ketdim. O'sha kundan keyin hayotim o'zgardi. Kenayimning o'sha holatdagi tasviri ko'z o'ngimdan ketmasdi. Kechalar uxlay olmasdim. Tushlarimda uning oppoq badanini silardim. Hidini his qilardim. Men og'zimdan uyalardim. Lekin bu istakni jilovlay olmasdim. Har safar uni ko'rganimda yuzim qizarib tezroq ko'zdan yo'qolishga harakat qilardim. May oyi edi, havoyilik bahorning mast qilovchi hidi demogimga urilardi. Bir kuni kechqurun amakim qo'ng'iroq qildi. "Nodir jiyan, kenang tungi navbatbachilikdan kelib charchab uxlab qolibdi. Mollarga ohashi tashlab yubor." Men maktabda ushlanib qoldim. "Kechroq boraman." Yuragim dik etib urdi. "Xo'p, amak, xavotir olmang" dedim. Ovozim titrab ketmasligiga harakat qilib. Bu taqdirning menga bergan imkoniyati edi. Uyda hech kim yo'q. Faqat men va uxlab yotgan go'zal kenayim. Amakimning ishlarini tezda bitirdim. Quyosh botib qosh ko'rgan edi. Men sekin uyga kirdim. "Kenay" deb chaqirdim. Javob yo'q, yana chaqirdim. Sukunat. Yuragim kakrak qafasimni yorib chiqa yozdi. Oyoqlarim ozozidan yotoqxona tomon bordi. Eshikni asta ochdim. Uxlab yotardi. Ishdan kelgan kiyimida charchoqdan karavotga yiqilgancha uxlab qolgan edi. Tizzasidan biroz yuqorida turgan yubkasi, oppoq koftasi. Uning tinch bir marfas olish xonadagi sukunatni buzardi. Men uning yoniga keldim. Sochlari yostiqqa yoyilib yotardi. Yoniga o'tirdim, qo'llarim titrardi. Yuziga tushgan sochini sekin qatardim. Terasi shunday silliq, shunday issiq ediki men engashib yuzidan olibdim. U qimirladi. Bu mening jatimni oshirdi. Men uning yubkasini sekin yuqoriga ko'tardim. Oppoq oyoqlari, keyin oppoq sonlari ko'rindi.
Nafsim bo'g'zimga tiqildi. Sonlarini silay boshladim. Qo'llarim yuqorilab bordi. Terisi qo'llarim ostida biroz titragandek bo'ldi, lekin u uyg'onmadi. Men soni ustidan olibdim. Ayollik hidi meni mast qilardi. Men o'zimni to'xtata olmasdim. Bu shunchaki shahvat emasdi. Bu yillar davomida yegilgan hayrat, ehtiros, balki sevgi edi. Men uning kiyimini sekin pastga tushirdim. Eng maxfiy joylarimga ochildi. Engashib tilim bilan erkalay boshladim. Men go'yo chanqagan sayohatchi edim. Bu esa mening blogim edi. Tanasining har bir nuqtasini opib siladim. Ko'kragini ko'tardim, lifchigini yechdim. Oppoqishgan ko'kraklarini qo'llarim bilan ushladim, uchlarini tishladim. Ehtirosim shu qadar kuchli ediki, tezda og'zimni yo'qotib qo'ydim va boshlandim. Biroz uyaldim, lekin bu hissiyot tolkinini to'xtata olmadim. Men o'rnimdan turdim, shimni yechdim. Asbobim toshdek tiq edi. Yana uning ustiga engashdim, uni og'zimga tortdim. Tanasiga ishkalana boshladim va shu payt u ko'zlarini ochdi. Ko'zlarida avval tushunmovchilik, keyin dahshat va g'azab paydo bo'ldi. Nodir, nima qilyapsan? Iflos, deb qichqirdi va menga tarsak tushirdi. Yuzim lovillab ketdi. Hozir amakingga aytaman, sharmanda qilaman debdi u, lekin men endi to'xtay olmasdim. Ichimdagi hayvon uyg'ongan edi. Qonlarini ushlab boshning yuqorisiga qayirdim. Sizni istayman, Kenaye, faqat sizni, dedim. Xirillab men o'zimni uning ichiga oldim. U qichqirdi. Og'riqdami yoki zavqdami bilmadim. Harakatlana boshladim, avval sekin, keyin tezroq. Tanasi harakatlarimga javob bera boshladi. Qarshiligi asta-sekin susaydi. O'rnini ingrashlar egalladi. "O, Nodir, to'xta, yo'q", dedi u so'zlari chalkashib. Tanasi endi menga qarshi emas, men bilan birga harakatlanardi. Tirnoqlari yelkamga botdi, oyoqlari belimga chirmashdi. Biz taxminan 20 daqiqa shunday davom etdik. Xona nafasimiz, ingrashlarimiz va tanalarimizning bir-biriga o'rilish ovozlari bilan to'ldi. Buyvoyi boshqarib ehtiros edi. Bo'ynidan, lablaridan o'pardim. "Siz go'zalsiz, siz ajoyibsiz", deb pichirlardim. Ko'zlarida endi g'azab yo'q edi. Faqat tumandek shahvat va lazzat bor edi. Eng yuqori nuqtamga yetdim. "Kenay, hozir", deb ingirardim va bor kuchim bilan uning ichiga boshlandim. U ham men bilan birga titrab ketdi. Biz bir-birimizning quchog'imizda holsiz yiqildik. Biroz shunday yotdik, faqat og'ir nafaslar eshitilardi. Men boshimni ko'tardim, yuziga qaradim. Ko'zlari yumilgan. Yuzida tinchlik va qoniqish bor edi. Peshonasidan o'pdim. "Maqildim, Kenay", dedim pichirlab. U ko'zlarini ochdi. Nigohida avvalgi g'azabdan asar yo'q edi. Ko'zlari chuqur, sirli va biroz ma'yus edi. Qo'lini qatarib yuzimni siladi. "Men ham", dedi u ovozsiz. Labimdan sekin olibdi. "Endi turaylik. Amak kelib qolishi mumkin", dedi. Biz kiyindik. Xonada hali ham ehtirosimiz hidi bor edi. Eshik oldiga borganimda u meni to'xtatdi. "Nodir, bu oramizda qolsin", dedi. Men boshim albatta, Kenay. U biroz jim turdi-da qo'shimcha qildi. "Amak yo'q paytlari kelib tur. Oxa kundan boshlab hayotim butunlay o'zgardi. Endi amakimning ishga ketishini, Kenayimning navbatchilikdan qaytishini intiqib kutadigan bo'ldim. Uchrashuvlarimiz tez-tez takrorlanardi. Har safar yangi ehtiros, yangi sarguzasht edi. Bu bizning taqiqlangan. Ammo shirin sirimiz bo'lib qoldi. Men bilardim, bu noto'g'ri, bu gunoh. Lekin uning quchog'ida his qilgan baxtim, menga bergan o'sha ololovli nigohlar har qanday gunohdan ustun edi. Biz bir-birimizga kerak edik. Uning yolg'izligi mening ehtirosim bilan to'ldi. Mening orzularim esa uning haqiqatiga aylandi. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar hikoya sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha.